Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi. Pullar qayerga sarflanyapti? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil 1-chorak yakunida O'zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi. Bu 2025-yil mos davriga nisbatan 4,4 milliard dollarga ko'p. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi davlat kafolati ostida olingan kreditlarning 39,8 milliard dollari, ya'ni 85% tashqi, 7,2 milliard dollari, ya'ni 15% ichki qarz ekanini ochiqladi. Olingan qarzlar miqdorining asosiy o'sishi tashqi qarz hissasiga to'g'ri kelgan, 4,2 milliard dollar. Tashqi qarz taqsimoti. Davlat tashqi qarzining 19,7 milliard dollari budjet taqsilchiligi qoplashga sarflangan. Vazirlik tahliliga ko'ra, qolgan mablag'lar quyidagi sohalarga yo'naltirilgan. Yonilg'i energetika sanoatiga 5,6 milliard dollar, transport 3 milliard dollar, qishloq va suv xo'jaligi 3,3 milliard dollar, uy-joy kommunal xo'jaligi 3,2 milliard dollar, sog'liqni saqlash, ta'lim, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hamda boshqa sektorlar 3,2 milliard dollar. O'z navbatida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga 624 million dollar, kimyo sanoatini rivojlantirishga 607 million dollar berilgani bildirilgan. Eng yirik qarz beruvchilar. Davlat tashqi qarzining 22,3 milliard dollar, ya'ni 56% xalqaro moliya institutlaridan olingan. Jumladan, eng yirik kreditor Jahon banki bo'lib turibdi, 9,4 milliard dollar. Keyingi navbatlarda mamlakatning Osiyo taraqqiyot bankidan qarz qoldig'i 8,3 milliard dollarligi tashkil etgan. Shu bilan birga O'zbekiston Osiyo infratuzilmasi investitsiyalar bankidan 2,3 milliard dollar, Islom taraqqiyoti bankidan 1,1 milliard dollar qarzdor. Davlat tashqi qarzining 11,6 milliard dollar, ya'ni 29% xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlaridan jalb qilingan. Xususan, respublikaga Xitoy banklari 3,9 milliard dollar, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqa tashkilotlar 3,1 milliard dollar ajratgan. Qarzlarning 5,8 milliard dollari obligatsiyalar chiqarish orqali investitorlardan olingan. Avvalroq Markaziy bank 2025-yil yakunida O'zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82 milliard dollardan oshganini ochiqlagandi. Shuning 40,5 milliard dollarini davlat, 41,7 milliard dollarini banklar va korxonalar korporativ jalb qilgani bildirilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.